Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi programmaga xush keldinglar. Hozir programmamizningki asosliq konuki bo'lgan Erkin Isloq akamizni biroz saqlab tursak, programmaga qatnashgandan keyin hemen bizningki necha vaqtdan bir e'lon qilgan e'lonimizga qarta shu koinotning sirlari haqida programmamizni davom qilamiz. Albatta bizningki televiziya stansiyalarimiz, texnikalik nihoyatda saymonlarimiz va ilg'or uskunlarimiz bo'lmaganligi uchun mana shundoq ba'zida nimalar o'chib ketadigan, internet yetishmaydigan ahvol yuz berib turdi. Alloh xohlasa oldimizdagi kunlarda taqimi bo'yicha qarindoshlarningki birlik barobarlikda bu tashviqot xizmatini, bu xizmatimizni taqimi yaxshi ilimizda biz bir nimaga chiqqandan keyin Alloh xohlasa biz bundan keyingi ishlarda Alloh xohlasa yaxshilashga tirishamiz. Erkin akamizmi internetni texnik yaxshi qilish uchun uyiga qaytib kelibdi. Shu taqildim. Bo'lmasa uzilib ketib bordi emasmi? Ben taz uqamay qoldim bu. Sizningki ishingizmi yo biz internetga shu uyga kirib oldim shu. Hozir texnik chiroyli bo'ldi. Uyimizim chiroyli ekan, o'ylimizim chiroyli ekan. Voy rahmat ukam. Alloh razı olsun. Bundaqda biz qarindoshlarni saqlatmayli hemen programmaga kirib ketsak. Bo'ldi. Siz bilan biz necha vaqtdan beri deyishayotgan savollarni bir o'qib shu to'g'riliq bir paranglashsak deyman. Bo'ldi ukam, bo'ldi. Siz o'qamsizmi o'qiraymi savolni? Savolni men analiz chiqarmay qolibdiman. Yodimdan chiqib qoldi. Undan keyin endi qarindoshlar so'rgan savollarga javob bersin. Bo'ldi. Tunögün deyishgan savolniki birinchisi kelar yil 5-oyda NASA Marsga yana bir olam ushquri chiqirdi ekan. Bu olam ushqurining burunqilardan nima farqi bor degan savol. Sizmi bu Facebook chiqarib qo'yibsiz. Mars Insight deb yana bir olam ushqurini kelarga chiqarmoqchi. Aslida uni o'tgan yil 2016-yili 3-oyda chiqarmoqchi bo'lgan. U chaqda shu chiqarish oz qolgan vaqtida nimadan bir asabdan masala chiqib kelib, shuni to'xtatib qo'ydi. To'xtatib qo'yib, uni kelarga qayta chiqarmoqchi. Endi bu qatimki bu olam Marsni tekshirish mashinasininki burunqilardan bo'lgan farqi, burunqilardan 3-i Marsda bir joydan yana bir joyga minib yurib, Marsniki o'xshamagan shu jo'grafiyalik yer sharoiti, tuproqning tuzilishi qatorliq narsalarni tekshirgan burunqilari. 2004-yili ikkisi chiqdi Marsga. Ondan keyin 2009-yilda deyman, Curiosity degan bu birisi chiqdi, Vaskar degan. Bu uchiniki birisi hozirda ishlayotdi, Curiosity degan hozir ishlayotdi. O Marsningki bir yerdan yana bir yerga minib tekshiryotdi. Endi kelarjilikqa qo'yib chiqiradigan bu tekshirish mashinasi inglizcha Mars Insight deb atagan. U Marsga qo'ngandan keyin mangmaydi. Mangmay bir joyda turib tekshirdi. Uniki bir nati uzun ushkisi bor, yani teshirgan. Hozirgi mayli 3 kun kelgan materialda uniki u yani 5 metrda teshalaydi ekan Marsning yuzini. 5 metrda teshib, ondan keyin uniki birsi Mars yuzidagi moddalarning tuzilishi, qanday moddalar bor u. 5 metrga kirsa hali o'xshamaydigan narsalar bo'lishi mumkin unda. Ondan keyin ikkinchisi Marsniki temperatura tarixini tekshirish. Mendan ko'p ukalar so'raydi, nimishqa bu NASA Mars shunchalar qiziqadi deb. Men yaqinda mana shu uchurni chiqarib qo'ysammi, bir inimiz debdi Marsga ikkinchi odam chiqarish plani bormi, o'sha yerda odamni yerlashtirish plani bormi deb. Endi keyincha insonlarniki boshqa planetaga ko'chishi zarur bo'lib qolishi mumkin. Buni Angliyadagi donliq olim Steve Hawking o'tirib qo'ygan. İnsanlar yer sharida eng uzun bo'lsa, yana 1-2 ming yil yashaydi, undan keyin boshqa planetlarga ko'chmas bo'lmaydi deb. Lekin hozirgi bu planetda Marsni adam ko'chiradigan bir
bir manzilda unda bekitgan yeri yo'q hozir işte. Uniki bir sebebi Mars'ta hozir yaşamak tez. O bek soğuk, birincisi soğuk, anındaki havası mı yetişmeydi. Hazır kadar ekip durduğun sular bayqalmadı. Mars'niki şu kutuplarını kolsa ihtimal su çıkışı mümkün diyen prazlar var. Yerin aslında kapagan sular buluş mümkün dep yüzü yok. Lekin Mars'ın nimada kızıqıdı desenler. Xili yıllardan burun Mars'ın yüzüdü denizler boğan. Denizler boldu, su boldu degan gap, çoxum jalıqlarmı boldu degan gap. Aştaq bir hayatlıqlar yaşagan bir vaqt boğan Mars'niki. Keyin bu ahvollar Mars'niki sharoiti barbara o'zgarib, hozirgidek hech nima yashaolmaydigan bir holatga kelib qolgan endi. Shunga Marsni tashvishdagi qiziqishniki ikki sabab bor. Birisi uni tushunish, Marsni yaxshiroq tushunish endi. Yangi narsani tushunish kamdan qiziqidi. NASA'nın programmasının birisi mi şu kainatın imkan kadar to'liqroq tushunish. Yana birisi Mars qanday qilib işte bir suva planetadini hozir o'zgarib qoldi edi. Ashnasini tushunish orqali yer shari buningdagi qanday o'zgardi degan narsalarga bir qism ipuchni topib oldi. Agar ketib bordi bu namimiz bilamiz. Mana mengivasa keyin o'zgarib nega bordi degan masalada bir qism yangi uchular ilishkil bo'ladi. Hüseyin Hükam siz yo'qolib ketdingiz. Bu atamda program ya. Ovozimiz bor. Ma u herhalde to'g'ri osmondan davom qilaveraylik hozircha. Yana shu nima uchun bu tuyuqsiz insonlar Oy sharini tashlab Marsga chiqadigan bo'lib qoldi? Nima bo'ldi? Bu Oy shari bilan bir narsa deyishib qoldikmi? Nima bo'ldi deb savol so'rayman. Shu. Endi 1960-yillari Amerika bilan sobiq Sovet ittifoqi o'rtasida bir raqobat bo'lgan. Kim olam boshqa birinchi chiqa oladi, kim oyga birinchi chiqa oladi deb. Shu chog'da Amerika Sovet ittifoqi bilan talashib, eng oxiri 1969-yili 3 odamni oyga chiqargan. U chog'da endi bu dunyodagi eng yuqori texnologiyaga vakillik qiladigan bir narsa endi oyga chiqishlik o'zi. Shu chog'da ashtaq bo'lganda undan keyin oyga to'xtab qoldi. Amerikada 3 qatimdek odam chiqadi oyga. Undan keyin to'xtab qoldi. Bu nima ishqada hozir chiqmaydi desanglar, bu oyga chiqish shunda oson hozir. Amaliyotda oy bilan yer shariniki oralig'i aran 385 ming kilometr keladi. U nayt yiqili oraliq bu. U yerga hadi mana bir narsani ko'z oldingizga keltirsangiz bo'ldi. Ayda insonlarni qiziqtiradigan ish yo'q hozir. Masalan, nurg'unlar Urumchidan janubga minib boqqan, Abtuzda qatnab, nurg'un sayliqlar bor. Ayning ustida shu sayliqqa o'xshasangiz bo'ladi. Ve bir qatim berib bu sayni ko'rib bo'lgandan keyin teshqandaq ekan, to'psqandaq ekan degan narsa ko'rib bo'lgandan keyin boshqa ko'rgan ishim yo'q edi qiziqadiganda. Ashta boshqa endi NASA'mı har ish qilgan chog'da uniki qiymati qaraydi. NASA'ning hozir ikki olam ushquri bor. Aylanib ayniki magnet maydonini tekshiryotgan. Shunga hozir Marsning ayning ustiga odamni qo'ndirib turib tekshiradigan bir narsa bo'lmaganligi uchun yerda bu ishni qilmayapti. Unda boshqa sabab yo'q. Endi magnet maydonları neymiş taşıyordu deseniz, ay onunki magnet maydandaki nesiri yer şarı taşış gösteriyordu. Hatta bu başka andalık bir biz bilmeydiğin bir ahvallar yüz vermesin de imkan var aynı to'g'riroq tushunayli deb turib aşağı taşırışını yapıyordu. Lekin aynı üstteki destek durup menep durup bir yan taşıgan maçlarını apırıp yerlerini tişip taşıdığına bir kıymeti yok endi. Ayda hava mı yok? Aşağı bu başka uyaga kainatın kildiğin intayın güçlük bir radyatsiya var. Eğer siz Allah'ı kiyim kiyip jümüsünüz bir demle rakesi olup kalsın uyada. Aşağıda. Işkı bir kıymeti yoktu. Azıcık çıkıp yine kayda adam apırıp taşırış kıymeti yok onunki. Azıcık aydın menfaat çıkmadı desek bulam deyim. Aşağıda. Başka çıkıdığın menfaat yok uyada. Doğru. Bunaqda hazır şu Marsga yüzlenishki sebep de Mars aydikidek mındaq tekshirilmabdi-da shuni qaraganda. Yoki Oyga qaraganda Marsninki qimmati taxmin yuqurimi? Unda nima Mars şu ularniki
moddiy tuzilishi bu jihatlardan endi burun suv bo'lgan havoliq bo'lgan ashtaq bo'lg'achqa Mars tashuvchi qiymati nima desangiz yer shari keyin qanday o'zgardi degan narsani tushunish a nuqtada uni qiymati bak cho'ng lekin oy sharni o'rniga emas shuning uchun asos NASA shu nimaga bakrak diqqatini beryotdi ya'ni Marsga to'g'ri u bir vaqtda andan keyin hozir yana tashqi planetalarni tekshirish ishi nihoyatda jiddiy yapirilyotdi men shu sohada hozir masalanga mana shu mushabni nima ish qildingiz desangiz hozir yangi teleskop laylayapman hozir yangi teleskop shu tashqi planetalarni bevosita ko'ra oladigan yoki tashqi planetalarni topgandan keyin uning ustida havo bormi yo'qmi suv bormi yo'qmi temperaturasi qancha agar havosi bo'lsa uning tarkibiy qismlari nima masalan oksigen hidrogen degandek gazlar bormi yo'q deb shuni tekshiradigan teleskopni laylayapmanda mushab buni qilayotgan qilgan ishim shu endi NASA bu sohada nurg'un pul xarjlayotdi hozirmi undan boshqa nima endi boshqa bir ashtaq bizniki o'xshagan planetalar borlig'ini bir aniqlab chiqish endi bu sohada andan keyin bu koinotniki 70%dan ko'pragida qorong'u modda bor bizning ko'zimiz ko'rmaydigan teleskopga tushmaydigan modda bor hozir shuni tekshiradigan teleskoplarni yasavyotdi nima qilsin koinot to'xtamay kengayotdi mana to'xtamay kengayishiga sababchi bo'layotgan bir narsa bor bir kuch bor endi bir energiya bor shu energiya nima u degan narsani aniqlaylik bularning hammasi koinotni tushunish zaten koinot qandaq bir shaklda harakat qiladi harakatlanadi mana shu narsani tushunish tushunmasak agar bizga keladigan bir yoshurun xatarlar bo'lib qolsa keyin uni uqmay qolamiz degan gapda buning hammasi oxirgi hisobda yana shu yer sharidagi insonlarni qo'g'dash yer sharidan unumli foydalanish o'zimizni qo'g'dash bu narsalar munosabatli Allah razı olsun ayette sizle davatkan meseleler bek muhim meseleler aslında. Da olganda hazır bir kardeşimiz bir sualını yazıptı. Eğer bizden 5000 nur yılı uzaklıkta planette hayatlık bulup kalsa yer şarı qaraganda 5000 yıl aldıdaki insanlar ve nimile canlıklarının şu yerde yaşaganlıkını ispatlığı olamdı degen sualken ama bunu ben yığıncaklap nim kıysam hazırki kainatda başka bir canlılık bir yer tepildi mi deb so'raysiz. Yo'q, hozir qadarda tepilmadi. Endi fanniy nuqtadan hisoblab ko'rganda mush yer shariga o'xshash jonliqlar yashaydigan planeta boshqasi chuqur bor deb qarash mumkin. Yer shari yolg'iz emas deb. Endi nimishqisi abatimni bir qatim deb o'tib ketdim. Bizniki yashayotgan biz turayotgan galaksiya yulduzlar to'pi Samanyolu galaksi buningda hozirgi mo'ljalda 100 milliard bilan 400 milliardning oralig'idagi yulduz bor. Biz turayotgan biz galaksiyada. Yani bütün kainatda 200 milyar galaksiya bor, yulduz to'pi bor. Endi haqlar biroz nim qilib baqdi, o'sha sonini agar solishtirib to'g'ri kelsa, nimaga solishtirib bo'ladi deb yer sharidagi bütün denizlarning bo'yidagi qumlarni sanab qo'shib chiqsa, shuning soni koinotdagi yulduzning soniga teng chiqadi deb aytadi birisi. Shu narsani o'tirib qo'ydi. Demak, bu son bak chiqandi. Ayta bo'lgandan keyin chuqur insonlar yashaydigan tashqi planetalar yolg'iz emas, boshqasi bor deb NASA'dagilar ishindi bunga. Endi bizniki NASA'dagilarning tekshirish nishonasi ming nur yil uzoqlikda emas. Bizniki shu bizga eng yaqin yulduzning biz bilan bo'lgan oralig'i 4,26 nur yili keladi. Osmonga qarag'anda ko'rgan yulduzlarning ichidagi eng yaqini 4 yildan burungi yulduzning nurini ko'ramiz biz axshimisi. Endi hozir NASA'ning tekshirmoqchi bo'lgani 30 nurli radiosining ichidagi rayonni tekshirmoqchi. Biz bilan bo'lgan oralig'i biz bu yerda 30 nurli keladigan doiraning ichidagi yulduzlarni tekshirmoqchi. Ashning ichidami shu jalloqlar yashash ehtimolligi bor
planetasi bor, yulduzlardan 150 dan ko'proq bor ekan. Hozirgi mo'ljalda. Endi dastlab qadam shularni tekshirmoqchi. Shularni tekshirib endi birasida borlig'i muqimlashsa, hech bo'lmasa bir radio signali bilan bo'lsa aloqalashib bo'ladi. Masalan, 4 yil degan 4 yil bo'lamdi, 10 yil bo'lamdi. Signalni mandirsangiz, u yerga 10 yilda borsa, ular sizga signal qaytarsa, endi 10 yilda keldi, 20 yilda aloqalashib bo'ldi degan gapda endi. Boshqa planetlardagi jonlilar bilan. Shu narsa mashina qilyapti. 1000 yil, 1000 nur yil yaxshiki planetalar to'liq o'ylashgan yo'q hozir. Allah razı olsun. Yani bir kardeşimiz so'al so'rabdi. Bu vaqt burun paydo bo'lganmi yoki bo'shliqmi debdi buning da asosi yoki bu portlashda tangla o'tirg'i chiqqanmi deydi. Yani vaqt bilan bu bo'shliqlar. Aslında ben bir narsa bo'shliq deydigan bir narsa bormi koinotda? O kainot degan bo'shliq shu. Bo'shliq uch o'lchamlik bo'shliq. 3 o'lchamlik bo'shliq, unga vaqt qo'shilib, biz 4 o'lchamlik deymiz. 3 o'lchamligimiz egizligi, kengligi, uzunligi degandek. Xuddi bir sanduqni ko'z oldingizga keltirsangiz, bir sanduqni siz 3 xil o'lcham bilan uni tasvirlab bera olasiz. Uni egizligi qanchalik, kengligi qanchalik, uzunligi qanchalik deb. Buni biz bo'shliq deymiz, 3 o'lchamlik bo'shliq deymiz. Endi koinotda, astronomiyada uni biz vaqtni qo'shib 4 o'lchamlik bo'shliq, 4 dimensional space deydi, ashtaqa deydi endi. Belki savolga kelsak, hozirgi bizniki endi bu ko'p koinot nazariyasi bor. U qolgan koinotlarni qo'yib turib bizning koinotlarni desak agar vaqt bilan bo'shliq tang paydo bo'lgan, cho'ng portlashda. Vaqtning boshlanish nuqtasi cho'ng portlashda boshlangan endi. Buni bu to'liq qalam sizga rasmlari bor. Ben orasını birisine üzerindeki yazgan makalesini birisiga kirgizib qo'ydim. İlim suhbat tugagan vaqtida men bu suhbatdagi asliga shu maqolani ulab qo'yay, rasmni kirib olsanglar bo'ladi. Uni vaqt istilikisi deydi uni. Vaqt istilikisiniki boshlanish nuqtasi cho'ng portlash. Shu yerdan boshlandi. Ondan koinotning cho'ngligimi bir nuqtadan boshlanib cho'ngib mangan. Lekin cho'ngib mangan joyda bu 3 bulon bo'yicha emas bu. Bunda mangan emas. Hem de tanrım da kengip mangan emas. Dastlabda bu bir nuqtadan chiqib, daha tiz kengayib, bu mana daha tiz. Lekin aslılarak bunda kengayib ketib qolganda, ashta rasm bor bu dedi. Buni endi kishilar mana koinotdagi yulduzlarniki o'rinlarini o'lchab yurib tep chiqqan bir narsa endi. Shu rasm kirib olsanglar bo'ldi. Vaqt istirlikisi degan bir uqum bor. Uning boshlanish nuqtasi cho'ng portlash. Yani çoğun partlaş boğandığın tatipla noldikin vakit peyda oldu deyimiz. Abi hemen boşluk deyişimde, boşluk degen bir nersi bağımı deyişimde Uygur tilida boşluk degen bir nersi yok bir nersini bir boş orun şekilde ben banda düşünüp yaptım ben de. Yok, ama sizin boşluk dediğiniz ihtimal ne buluş mümkün. Biz hakiki boşluk degen bir hukum var. O hakiki boşluk degen hukum degenin ma'nosi nima desiniz? İçinde işim yok boşluk degen gap. Mesela ben hazır bizim bazılarımız nefes alatımız öyle oturup platform nefes alayımız hava var bir yerde. Hava bu alışın biz şu havada nefes alatımız. Eğer siz bir alem uçkuruğa oturup yerden asman karab mansınız 80 kilometreden aşkandayken hava yok. 80 kilometreden izgi çıkıp kalsınız hava yok. Uçakta siz eğer arplanın üstünden talağa çıksanız şu yanınızda nefes alamaya üp kalsınız. İşim yok o yerde. Onu biz hakiki boşluk deyimiz. Yani kiçik dairede onu hakiki boşluk deyimiz. Lakin bütün kainat dairesi de hazır insanlar şu astronomiya mutaxassisleri teleskopta ko'rib yurib bu koinotniki tiz kengayib qolganini ko'ryapti. Xudolikka bir sharni olib siz sharni tutsangiz ichini bundoq yugunaydi. Agar shu sharning ustida ikki sharni o'rni bor desangiz bu yo'g'on sira ikki sharning orlig'i yugunab mangdi degan gapda. Orlig'i cho'ngib mangdi degan gap. Shunga yulduzlarmi ashtaq bo'yatdi hozir. Ashtaq boshqa mushtaq harakatni paydo qilayotgan bir kuch bor. Ama bu ikki yulduz aslidagi nisbiy o'rnini saqlab turyapti-da, bunday kengayib mangan vaqtida. Ma ketib ketib qilib mana menga bir suqib ketadigan ana ish yo'q. Ashtaq boshqa mush koinotni hozirgi holatda tutib turgan bir xil kuch energiya bor.
mush energiya nima degan savol bor. Ashliga javob topimizda hozir endi qarang'u modda degan uqumni o'tirib qo'ydi. Undan keyin qarang'u energiya degan uqumni o'tirib qo'ydi. Nima buni qarang'u deydi desangiz, u ko'zga ko'rinmaydi. Masalan, siz teleskopga qarasangiz ko'rolmaysiz uni. Teleskopga qarasangiz nurg'un yulduzlarni ko'ra olasiz. O nurg'un yulduzlarning orasida shu qarang'u modda, qarang'u energiya bor. U teleskopga tushmaydi endi. Shu aslida bir narsa bor. U narsaning nimaligini bilmaydi. Aslida bo'lsa unga ko'zga ko'rinmaydigan uchun hozir boshqa ism topolmay qarang'u modda, qarang'u energiya deb ism qo'yib qo'ydi. Chiqib qanday ahvol shunaqa. Bunaqda o'tgan qaytimda biz masalan boshqa bir so'rinda shu kecha bilan kunduz to'g'risida bir munozara bo'ldi. Mush fizik, ximiya o'qigan va astronomiya o'qigan bir kishi bor ekan, 60 yoshlar atrofida. Bu kishi turk tadqiqotchi ekan. Bu kunduz bilan kechiningki masalasi bu ajoyib bir masala. Bu kunduz degan bu narsa asli shu yer sharining atrofiga hamda u odam hamda diniy tarafdan tushundirdi-da hamda uni. Yer sharining kunduz bo'layotgan qismiga qo'rshab berilgan bir holat deb tushundirdi. Chunki bu quyosh chiqishi bilan biz uni kunduz demaymiz. Bu kunduz degan bir qo'rshalgan, ya'ni yer shariningki kunduz tarafini qo'rshab bergan bir atmosfera yoki havo demdoq bir bo'shliq qatlami deydi. Buning qanday qaraysiz? U gapniki kunduzniki. U gap aqlga muvofiq. Lekin tushundirishi ancha to'g'ri emas, lekin aqlga muvofiq. Nimishqa desangiz, navbatni sizga yo'q, unday emas. Unday emas. Endi bir qism kishilar tushunib oldi. Ani halqi o'qitishi yaxshi bo'pti. Endi xuddi bir yasharni bir cho'q qiling, kigiz o'rab turgan. Bu kunduz shu kigizning ichida bor, uning sirtida yo'q degan bo'lsa, agar masalanga. Aşağıda düşünseniz buldu. Aşağıda desangiz bu kigizning qalinligi 80 kilometr. 80 kilometrda siz 80 kilometrdan ichida nurni ko'ra olasiz. Kundan kelgan nurni ko'ra olasiz. Bu mundaq bir ahvolga o'xshash. Ehtimol siz burun yezlarga borgan bo'lishingiz mumkin. Yezlarniki derazasidan kunlar tushib turdi. Odatda bizning o'ylarimizdan bor. Agar siz gilamni qaqsangiz, gilamni qo'lingizga ursangiz mundaq qilsa, bir xil chang tuzang chiqadi u yerdan. Agar chang tuzang ash kunning nuri tushayotgan, nurining uftirini o'ssa agar miyada, albatta chang tuzang yurib ketadi, biroq yurib ketadi. Ko'ralaysiz arasini. Projektorga o'xshash, projektorga o'xshash. Ishqa bu nur boshqa bir ushlaq zarachalarga tekkan vaqtida nur chaqnaydi miyalarga. Chaqnab ashimasiz nurni ko'ralaysiz. Endi bu quyoshdan bir nur kelayotgan vaqtida, bir nur kelayotgan vaqtida bu nurni chaqnatadigan bir narsa bo'lmay qolib qolsa, nurni ko'ramaysiz siz. Ashta bu boshqa abayki yer sharini o'rab turgan qalinligi 80 metr, 80 kilometr kelgan kigizni o'ylaydi. Agar siz bu kigizning sirtiga chiqarsangiz miyaga, ma kigizning qalinligi miya tugaydi, miyaga chiqarsangiz bu yerda hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Ashta bu boshqa miyada mundaq bir kun quyoshning nuri bilan o'tayotgan bo'lsa miyadan siz mishakib qarab turyapsiz, kunning nuri bilan o'tyapti oldingizdan. Lekin ma kunning nuri tegib chechirtadigan bir narsa bo'lmaganligi uchun siz o nurni ko'rmaysiz. Ashta bo'g'ashqa siz shu ko'p kunduzdimi osmon qarab menib 80 kilometrning ustiga chiqqandan keyin butun koinot sizga qop-qorong'i ko'rindi. Nur yo'q. Yulduzlarni ko'rmaysiz. Yulduzlarni ko'rmaysiz. Yulduzlarni ko'rmaysiz, lekin shu kunniki nurini boshqa ko'rmaysiz. Masalan, hozir biz osmon qarasak, ko'p-ko'p ko'rindi osmon. Bu ko'p-ko'p nimish ko'p-ko'p ko'rindi deysiz. Ba'zida kun o'ltirgan vaqtlarda g'arib shunchalik bir xil qiziq shafaq turib ketadi. Cho'ng rayonlarni qiziq turib ketdi. Men shu uyimda pat-pat ko'raman. Ajoyib go'zal rasm tatib olman har qatim. Nayt bir qizg'uch shafaq ko'rindi. Bu nima desangiz, kunduzi biz osmon qaragan vaqtida ko'rgan narsa nima desangiz, kunning nuri o'sha havodagi zarrachalarga tegib, kunning nuri tegib chechiraydi, sirtiga chechirab kelgan nurni ko'ramiz biz. Zarrachalarniki cho'ng kichikligi biz kunduzdagi ko'rayotgan vaqtdagi zarrachalarning cho'ng kichikligi
bizga ko'k rangli nurni qaytarib turdi, eng yaxshi qaytarib turdi. Kunning nuri oq nur bo'lib, uning ichida ham rang bor. Uning ichida ham rang bor. Biz kunduzlik osmon qaragan vaqtimizda zarrachilardan qaytgan nur ko'k nur bo'lgani uchun osmon bizga ko'k bo'lib ko'rindi. Bulut ham nurlarni qaytara oladi. Hatta boshqa biz oq nurni ko'ramiz bulutni ko'rgan vaqtimizda. Andan keyin biz rangarang gullarni bilamiz. Bu gul degan nima bu? Gülni ko'rgan vaqtimizda biz rangni ko'rdik, qizil rangli gul ko'rdik, boshqa rangli yo'g'onchi rangli ko'rdik deymiz. Ko'k rangli yupurmoqni ko'rdik deb. Bu nima desangiz, boshlarning hammasi kunning nuri shu yupurmoq tegib, nurini qaytirib bizning ko'zimizga kirdi. Biz ko'zimizda shu narsani ko'ramiz, nurni ko'ramiz. Ammo bu yupurmoqniki qaytirgan nuri yeşil nur. Yeşil nurni qaytirib, qolgan nurini shimirib oldi yupurmoq. Aşağı boshqa yupurmoq bizga ko'k bo'lib ko'rindi. Qizil gulga qaragan vaqtimizda nur qizil gulga tushdi, u qaytirgan nur qizil rangli nur. Qolgan nurni shimirib oldi. Shuningga biz qizil gulni ko'rdik deymiz. Endi siz kunduzi bir qizil gulni ko'ringmaydi. Bu qizilib ko'rindi. Ahmisi shu yerga berib, nurga qarasangiz hech kim ko'rmaysiz. Qap-qorong ko'rinsiz. Nimishqa? Gul yo'qmi o yerda? Gul bor. Siz kunduz ko'rgan gul hozir shu joyida. Ishga ketgan yeri yo'q u. Lekin bu gulni siz ko'rmaysiz. Ikkirangi bir narsa yo'llagan bo'lsanglar, ikkirangi bir narsa yo'llagandan keyin ma internet yaxshi chiqmay, ma ovoz uzilib qoldi ekan, shu ikkirangi bir narsa yo'llamasanglar, olimning so'ziga biroz diqqat bilan anglaylar. Gayet yaxshi gap so'z bo'ladi. Shunga bu nimishqa aqshimiz chiqyapti ko'rmaydi desangiz, kun yer shariniki keyin taraf o'tib ketgan. Shuning bilan kunning nurini yer shari to'sib olib, u nur ma gulga kirmaydi. Menga tushadigan nur yo'q. Tushadigan nur yo'q bo'lganligi uchun, garchi gul bir yerda bo'lsa-mu, siz uni ko'rmaysiz. Ma'niga tushib, ko'zimizga yondirib akirayotgan nur bo'lmaganligi uchun. Shunga bu ko'rinish degan narsalarning hammasi yoki kundan chiqqan nur, yoki chiroqdan chiqqan nur, yoki shamdan chiqqan nur boshqa bir narsaga tegib, undan chechirab qaytib kelgan nurni ko'ramiz biz. Ashning bilan o'xshamagan jismlar, o'xshamagan rangdagi nurlarni qaytardi. Qolganini shimirib olib. Shunga biz o'xshamagan ranglarni ko'ramiz. Bulut ham nurini qaytardi, aynak mashloq. Shunga biz oq nurini ko'ramizda. Qolgan narsalar o'xshamagan ranglarni qaytarib, qolganini shimirib oldi. Shunga biz qaytargan nurini ko'ramiz. Shuninglar bu o'xshamagan rang bo'lib ko'rindi. Lekin bu rangning hammasi manbasi aslidagi chiroq yoki yulduz. Yani bir yerda men Allah razı olsun ait yaxshi bir tefsili bayon qilib berdingiz bu nur masalasini. Bu yerda men bizningki bu darsimizga aloqasizroq bir savol so'rasam, o'tgan qitimliq bir darsimizda biz jismda rang bormi yo'qmi deb oxiri jismda rang yo'q degan javobni chiqargan. Buningga qisqachalam bir javob bersangiz, undan keyin boshqa qarindoshlarning savoli bor ekan, men shuni savol o'tirib qo'ysam. Jismda rang bormi yo'qmi? Cismning o'zida rangi yo'q. Degan to'g'ri. Jismlarning tuzilishi bor. Jismning tuzilishi va u molekuldan tuzilgan, molekul atomdan tuzilgan. Shu moddalarniki, shu molekulasi atominiki xususiyatiga qarab turib, agar shu jismga bir nur tushsa, oq nur tushsa, u o'xshamagan rangni qaytarib beradi. Lekin jismning o'zida rang yo'q. Masalan, sizning oqingizda hozir bir seriq gulni ko'rdim men. Bu seriq gulda asli seriq bir narsa yo'q, shunami? Yo'q, bu rangmi masalan tillardan o'rgan nur kiryapti. Bu nur gulga tegib, u gulga tekkan nur qaytib bizning ko'zimizga kiryapti hozir. Bizning ko'ryapganimiz shu narsada. Shu nur endi biz ko'ryapganimiz. Ko'zimizdagi seriq narsa, amaliyotda gulda seriq bir narsa yo'q. Shunami? Yo'q, u gul faqatlan bir shu abatman degandek molekuldan, aniq atomlardan tuzilgan u. Lekin ma gulniki nurni qaytarish xususiyati u qolgan nurlarni shimirib olib, faqat seriq nurni qaytarib turadigan bo'lganligi uchun bizga bir seriq gul bo'lib ko'rinyapti. Bu bir qiziq ketgan, to'g'ri. Shunga bugun kechida misol o'tirib bersam, siz hech kim ko'rmaysiz. Oqqandash gul bo'lsa-mu, o gulga tushadigan nur bo'lmaganligi uchun men bugun kechida ikkimiz misol paranglashib, misol o'tirib bersam, hech kim ko'rmaysiz oqqandikin. To'g'ri. Bu yerda Abdulaziz Beshto'g'roq degan qarindishimiz tekshi dunyo, ya'ni yer shari jumaloq emas, tuz
degan teoriyaga qanday qaraysiz debdi. Bu to'g'riliq men o'tgan qitim biroz qistirib o'tib ketgandim. Buni bir ochiqlab bersangiz bek yaxshi bo'ldi. Yer shari jumaloqmi, so'qchoqmi yo tukkasimi? Bunun javobini olsam. O Yaşarı keramet cumlaq bo'lgandimi? Amaliyotda shu planetalarning hammasini agar tekshirsangiz, hammasi ajoyib jumlaq bu. Nimishqa desangiz, ashundaq ajoyib jumlaq bo'lishqa shuncha uzoq vaqt ketgan. Bizningki quyosh bizning quyosh bir yulduz bo'lib shakllanganiga hozir 4,5 milliard yil bo'ldi. Bizningki yer sharning ömrü isimli yok ekan, uni topqili oldu o materiallarda bor. Biz yer shari qachonroq shakllangan. Açtaq boğaçqa qarang. Açtaq boğaçqa şu uzun yıllarda bu açtaq çöylep aylanıp yürüp, mesela aylanışqa en muqimlik derecesi en yuqori bardigan, yuqori derecege bağlan bir hareketli to'xtagan bu. Buniki muqimlik derecesi en yuqori bo'lishini qanday qilish kerak desiniz? En yuqori derecede jumla qo'shish kerak bu. Açtaq bo'lsa, masalan, siz bir so'qchaqroq manaq to'ppa, cho'rpaqni yedi, cho'rsini log'ay bilan yetib qoldi. Lekin jumlaq bir sharin cho'rib baqsangiz, inta uzoq cho'laydi bu. Demak, uniki shunchalik yuqori darajada tamponligi bor. Shunga bilamiz jumlaq, yasharim jumlaq. O nima? Men shu misolni anlasam bak hayron qolaman. Men bu meniki ramallik dadamning inisi, dadamning o'z inisi endi Sodiq Mehmet ismi. O kishi bak dindor kishidi. Bir ömür shu Aqsuda terichilik qilib, qassobchilik qilib, teri yig'ib setib, yiqqan pul bilan shaxsiy yo'li bilan Mekke'ye berib haj qilib ishqilsa haj bo'lib qaytib keldi. Karamat dindor ikki bolasini dinga berib o'tgan kishidan tortib. Men shu tog'am bilan davomli gap talish qilardim. Ay bichara tog'amni men Yashar jumlaq deb ishondiramay ketdi u kishi. Ben jumlaq deb o adam jumlaq emas, qarab baqqan deydi, ashna bo'la olamkin. Endi bu Yasharning atrofida hozir 350 tak sunniy amro bor. Aylanayotgan. 300 ya xato deb qo'ygan bo'lishimiz mumkin. 3500 bu bo'lishi mumkin. Men xato deb qo'ydim. Men buni qarab baqmasam bo'lmaydi. Ondan shu NASA qatorliq 6 davlat boshqarayotgan xalqaro olam punkti bor. Xalqaro olam punkti bizden 350 kilometre egizlikda Yasharni aylanib hozir naq meydan ko'rinishini Yasharga taqib turdi hozir. Şu olam punkti kuniga 16 qatim aylandi Yasharni. Agar vaqtinglar bo'lsa, ashniki bir qatim aylangan vaqtdagi ko'rinishlarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Ama şu Yashardagi 5 qit'aning hammasini o'tadi bu. Kuniga 16 qatim aylanayotgan bo'lg'achqa bu. Bir kunchida butun yer sharini 16 qatim ko'p chiqadi degan gapda. Bu mushundaq texnikalar bor hozir. Bu bizniki Marsga berishimiz, boshqa planetalarga berishimiz, bu quyosh sistemasining chirisiga berishimiz, mushun hammasi yer sharining jumlaqligidan foydalanib turib bo'layotgan ishlar mushlar hammasi. Agar jumlaq bo'lmasa bu ishni qilish mumkin emas. Endi bugünkidek 21-asrga kelganda ilm fan shu taraqqiy qilgan mushtaq bir vaqtga kelgan chog'dimi? Bizden yine Yashar jumlaqmi emasmi deb savol so'rayotgan odamlarimiz chiqsa, misal ko'nglim yerim olib qoldi buni. Yani Bununda shak yo'q, raslab. Natijachi o'g'ini bununda shak yo'q, qat'iy shak yo'q endi. Bu davomli biz ko'rinib turayotgan narsa-da, hozir aytgan chog'da. Albatta men degan nimani xalqaro olam punktini International Space Station deydi. Hozir yumshoq detal bor. Mana shu iPhone qachilik bo'lgan. Aşu xalqaro olam punktiniki qayerga kelganligini deb turdi. Masalan, shu agar kunduzda sizning 5-ingiz kelgan chog'da, pukda kelibdi deb qarasangiz ko'ralaysiz shuni ketib qolganligini. Ko'zdan ko'rildi uni. Uni ko'ralaysiz, andikin shu xalqaro olam punkti shu vaqtning o'zida rasm kelib Yasharni, shu rasmni Yasharga mondirib turdi. Buni to'rda taqib turgan ya bor. Umum NASA'ningki tava narsalar şunun naq meydan ko'rinishini ko'rgan oldu buniki. Qiziqadigan uchun ko'p baqsanlar bo'ldi. Demak, yer shari jumloq degan javobni chiqargan bo'ldi. Onda shak yo'q ukam. Agar jumloq bo'lmasa biz yashamaydik buning ustida. Yashar jumloq, uni tartish kuchi bor. Shuni biz yana ustida menyapmiz, menib yurib yashay olamiz. Shuni u havoni tutib turdi yuzida, shuni nafas olaymiz. Bo'lmasa hammamiz tarafdan uchib ketadi.
Bundaq savollarning tushishida yaqinqi zamanda masalan qanchalik to'g'ri bilmayman, ammo tuz dunyo tashkiloti deb bir tashkilot qurilibdi. Masalan, yer shari tuz. Masalan, bu shu dunyosida qurilgan tashkilotga o'xshaydi. Ma'lum tashkilotlar qurilib, odamlar a'zo bo'lib, shu yer sharini tuz emas, tuz jumloq da'vatqanlar bizni aldayotdi u bu deb shu davomli tashviqot fikr taqitayotganlar bor. Endi uning ta'siriga uchishimiz mumkin. To'g'ri, Shimoliy unda ahvol cho'qim bor qarang. Men sizga bir hikoyani gapiray, bo'g'ayish men o'zim ko'rgan. Men Zindoriga 2004-yilda kirdim. Shu kirgan vaqtimda bir 65-70 yoshlarda bir odam bor ekan, night klishkan, bu yigiz oqtanlik. Davomli bir taxtayni tutib, bizni oldida o'tirdi bu odam. NASA Xudoni tep bo'ldi, Xudoni rasm tortib oldi. Ama bizi ko'rsatmayotdi, yushirib qo'ydi deb. Necha taxtayda xatlar bor, eng yo'g'on xat tashlab deb ketib ekan. Men shu yerda rasm tortib olganman deyman bu odamni. Bu odamni men shu bir 5 yilda ko'rib shudimki yo'qolib ketdi. Tuyab ketdim, o'qimadim. Mushta odamlar bor. Bir xil xiyolga ishinib qolgan odamlar bor. Endi andan keyin shu uchar taxsiga ishindiganmi nurg'un odamlar bor. Onundan nurg'unlarini NASA tekshirib chiqqan ayni vaqtda bir xil xiyoli dunyoga kirib qolgan kishilar bor ekan. Ularni paranlasangiz, xuddi rostdak so'zlar ekan, shunda bilim bor bu kishilarniki. Lekin qaltis bir xil xiyol kelib qolgan. Siz degan abankidek bir jamiyat ularni tashkil qilamdi. Uning ba'zilari ashtaq odamlardan tashkil qurilgan o'rinlar. Undan boshqa endi mana shu men qarindoshlarniki xabar bo'lib qolishni umid qilgan bir ish bor, u nima desanglar? Dünyada yalğancılık kıldıgan tashkilotlarmi bor. Burun vatanda bir torbetida bir xabar chiqib ketgan. Koinotda bir yulduz portlabdi. Bu yulduzniki nuri intan kuchli ekan. Shu hozir tarqilib kelibdi biz tarafga qarab. Shu tarqilish jarayonida butun narsalarni ko'ydirib vayron qilib ashtaq mangadi ekan. Bu nur Pukunijili 12 ayının mancıncı günü yaşara yetip keldiken, yetip gelsi zaman ahir buldu iken, hemimiz tüye ekenmiz dep. Uçarda bu haber şu vatandaki en bir danlıq torbetiga çıqqan. Ben onu uçarda makal çıkıp жүрген başka onu kördüm. Akşamız körsem da yeniden çıkıp diken kurduğanlar bir emindek adam boptu çekkenler. Hemimiz subhanallah Allah saklasın dep biraz yazık başladı. Ertesi çıksam bir 10.000 dek oldu. Öğünüge basan bir 70-80 mına bağdı bunu çekerdenler. Şunu bu neymişti de torunu izledim. İzlep o makala bir İngilizce makala iken bunu Xitayca tercüme kılıp birisi, onun için o Xitaycadan bir bala Uygurca tercüme kılıp çıkıp koyuptu. O makalanınki asli nüsküsü bilen yalağan nüsküsünü taptım ben. Tepep ikisini bir-birisiyle daha yeniğe ekip kılıp durup tam okudum andakin. Okusam bu aslidagi nusxasi bu NASA demoqda astronomlar kainot tadqiqot qadamlarini yozgan maqolasi ekan. Bir yulduzning portlaganligi, uniki intan kuchli X-nuri, shu bir nurlarni taqtatganligini chiqargan ekan. Lekin uniki yashaga qarab ko'yotganligi, yo'ldagi hammasini ko'ydirayotganligi, bugungi biziklar oldiga gap yo'q. Bu ne haqlar? Shu inglizchaga o'rib mayziga. Mana o'xshatib buni bütün nayte halklık yerlerini özgertip bunu alakalı gidek gaplarını koşup torbete çıkarıp yaptı. Bu ne bir Xitaylardan biraz kırıp Xitayca tercih kıptı, Uygurca tercih kıptı. Bu torbetin ki teşhidim ben. Teşhisem bula adamını celep kılış için mahsus yalgan haber çıkırdığın bir torbet ki bu. Aşkaklı yerinme yalgan neslerini teyarlap çıkırdıkken şey geldi. Andi bu iş mi adetli ancak kem işlemez. Mesela Amerika'daki yemekler dükkanlara kırsınız. Aşağıda çoğun jurnal var. Bunda okuyulgan jurnal çıkarıp koydu. Bu jurnalı bütün leylam yalan neslerini çıkarıp koydu. Mesela Clinton prezident vaxtida Clinton akşam bugün bir ayarlı oynap tutulup kaldı diyende haberlerini çıkarıp koydu. Amerika'nın prezidenti Clinton degen. Şu çağda prezident. Şavat kademde. Adamni akşam Clinton bugün bir ayarlı oynayıp gayrı da tutulup kaldı dep. Aslında yoğu resmini çıkarıp koydu şeyge. Halma jurnal setip alsın dep. Onu setip algandan keyin onun içinde ilan var, nurga ilan var. Haklı ateşlik haberini görüp orası söylep setip aldı.
Aniki ichidagi e'lonni bozorga solish uchun qatnashmoq. O'tganda shu jurnalga bir qatim Amerikadagi senatorlar Amerikaning poytaxtini Washingtondan Janubiy Karolina shtatiga yo'tkazishni talab qilib, hammasi ish tashildi deb bir xabarni chiqarib ketdi. Bu nechini oldi bo'lgan ish. Aştaq chiqarsa, buni Xitoy hukumati bilmay, biroz o'xshaydi deb, uni xalq gazetining birinchi betiga chiqaribdi uni. Hozir Amerikaning senatorlari mana hukumat ustidan poytaxtni o'tkazamiz deb az qilib, ish tashildi degan xabarni xalq gazetining birinchi betiga chiqaribdi. Chiqarayotganda bu Amerikada bir atqichilik chaqchaq temis bo'lib qoldi bu. Amerikada 7-8 cho'ng televizor stansiyasi var. Bularning hammasi akşamisi saat 10'larda 1 saat chaqchaq var bularniki. Bu chaqchaqda shu xalqlarda bo'lgan siyosiy voqealarni hammasini chaqchaqqa aylantirib turib, sizni kuldirib qo'saqlaringizni yerib yetadi. Ashta farq birdi bu. Shu vaqtda bir hafta ichida shu Xitoyning xalq gazetidagi xabarni bergan endi. Mana shu ahvollar bor. Şuna hazırmı? Benim hayran kaldığım, benden izçil sorulduğun bir sual. Amerika'dan ayrı çıkkını yalğanken diyen son soraydı kişiler benden. Ben tulumun dep cevap verip kettim bununla. Onunla şu makalemi izbaka vaktim var. Bunda şey yok da. Bu Amerika'da ayrı çıkan bir, bunda şunda çıraylık bir nemi var, alem uşkuru var. Bu hazır muzikan kuyuluk, Florida'da muzikan kuyuluk. Ben berip onun içine kirip baktım başınki. Ya kaçığa berip baktım, içine kirip baktım. Aşağı kuyuğuluk. Bununki 2 milyon parça zapçasını tütken o narsa. Aşağı yasaşka, kataşka adamların sani 400 milyon. Amerika birinci katım ayrı çıkan adam çıkan alam uşkurunu yasaşka kataşka adam 400 milyon. Anı tədqiqat, zapçasını işlep çıkardığı nurgun şirketler işlep çıkardığı mesela 50'lik şirket var da bunu yasalaş kataşkallar. Onun her birinin içinde nurgun işçiler vardı. Aşı islap kelsiniz 200 milyondak adam oldu ki. Aşın daççık adam kılıp bu işini kalan. Andi aşıncılar 200 milyondak adamını ki ağzını tuvaklaymayan desiniz, birisi isalap çıktı bunu. Amerika'dan ayrı çıktı yalğan degen bir suikast nazariyesi degen bir nazariye vardı. Şununla takabüldür için haklı islap çıktı. 400 bin adamdaki ağzını tuluklaş için ketadigan pulga Amerika 5 qatim adam çıkıp etşeler ekan. Demakçi baştaqtın gapni qilamsa, 400 bin adamdaki ağzını tuvaklamak qanchalik tez bilamsa deydi adam. Qanchalik tez. Amerika bu 400 bin adamın ağzını tuvaklaşdan o'rniga yine 5 qatim adam çıkıp etşeler oyqadi. Şuna dünyada 95% adam to'g'ri iqlimga, asosiy iqlimga erishmagan ekan. 5% adam davomli ta'tir iqlimga erishmagan ekan. Yolg'on gapga ishonib degandek. Men deyman, nemishqa biz mash yaxshi iqlimga, to'g'ri iqlimga, isbotlangan iqlimga oyga chiqib tushgan odamlarning boti taki yaqingachilik ülkede oxir qilsin. O'ng'ushga botda shu odamlar. Hamma dunyoning o'shmagan yerlariga bir oyga chiqib tushdi. Mana narsa ko'rdi deb so'rab yurdi bu odamlar masalan. Açtaq adamlar batысы unuğa gibi işenmey. Nemşu abakideki yalğan torlarda gibi işinimiz de. Şuna hayran kalmam ben. Bazı adamlar nasıl yalğan gapını tepip şunu işin eken de. Adam biraz hayran kaldı. Hani bu yalğızlık Uygurlar çullam emas bu iş. Dünyanın Amir'de var. Bu mesela hiç kim yalğan gapı işenmeyen bolsa kadar teşekkür kurulmaydı. Abadım bizde işkendek. Yaşarı tüz degen teşekkür kurulmaydı. Anındaki mahsus yalğan gapni taqtilgan torbet qurulmaydi mesela. Bunun bazırı bo'lganligi uchun, aşağı ayşiq adamlar bo'lganligi uchun işte narsa qurilyapti da. Endi şunu benki bu taraf Uygurlarda yamanlık ayrımı yok. Lekin maqsad insonlarni aytman da ben. Nima uchun? Rost narsa ishonmay davomli yalğan narsa deb shuni ishlab oldi odam. Ba'zi hayron qoldim. Yalğan ishongiz keladigan odamlarmi bo'ladi. Hozir masalan dunyo miqyosida birisi yaşarı tüz meselesi, ikincisi şu Amerika ayığı çıkmadı, o yalğan gap degen mesele, ondan başka bir qancha dünya karakterlik mesele hem de az bir kısım sandaki insanlarını etkiledi yani onun tesir oladı.
Hozir biz avaytından bir qancha masala deyishdik. Birisi bugun masalan burun bir qitimliq bizning vatanga qilgan darsimizda jismda rang bormi yo'q degan darsni biz 2-3 soat talashqandik, ammo bugun yana sizning og'zingiz bilan yana bu bir qitim dalillandi. Ya'ni jism biz hozir ko'rayotgan jismlarda rangning yo'qligini, biz ko'rayotgan qizil emasligi. Hozir masalan siz bir qizil ko'ylak kiyib olibsiz, amaliyotda sizning ko'ylagingiz qizil emas, faqat bizning ko'zimizga qizil ko'rinyapti degan To'g'ri. javob. Ma maykini rangladim degan gap qolgan nurni shumirib olib ash bir nurni qaytiradigan bir xil moddaga childiq degan gapda uni. Shuning uchun hozir siz ko'rinayotgan chapanınız kök chapanmi kök emas asli, faqat bizning ko'zimizga ashlab ko'rinyapti. İkinci bir masala gündüz faqat yer shariga xos degan bir narsa o'tirib qo'yilgan burungi bir darsimizda. Gündüz Allah'ınki yer shariga bergan bir ne'mati, bu boshqa naslda boshqa plantildi yo'q degandek bir gap bo'lganda, buningda hozir masalan oyga chiqdi dedik. Oy masalan seriq, masalan oqshomlar bizga qizg'uvchi seriq ko'rindimda. Bunda bo'lgan oydimi shu nurni qorshab turadigan bir narsa bo'lish kerakmi qandaq? Ya'ni atmosfera degan ayda biz burun tak yaqin qadar ayda gaz yo'q deb qaraydik. Astronomiyada ayda havo yo'q deb qaraladi. Texi necha oldida NASA'dan tekshirib ayda havo bor ekan, intayin tuvan ekan. Masalan, bu yer sharida seçtiğince da 0,2% mu aş taraf bir hava bor ekan deb aniqlab chiqdi. Lekin u havo agar siz oyga chiqsangiz, masalan, mana shu yer sharidagi oyda ayni ustida minayotgan bo'lsangiz, yulduzlarga qarasangiz yo'q ko'rinadi. Kuniga qarasangiz yo'q ko'rinadi. Lekin atrofga qarasangiz qorong'i ko'rinadi. Sababi nima desangiz, bu nur tegib, nurni chechiradigan bir narsa yo'q bo'shliqda. Ashta bo'lgani uchun. Endi sizin ayning yuziga dastlab minayotgan vaqtingizda u nur ayning yuziga tegib chechirgan nurlarni ko'rasiz. Lekin ozroq igiz chiqib olsangiz, nurni chechiradigan narsa mol uchun hamma qop qorong'i ko'rinadi. Xuddi bizim mening kechasida ko'rinadi. Allah razı olsun. Bundaqda başqa qarindoshlar nurg'un savollarni so'rab turibdi. Bu savollarning ko'pinchisi sobiq klassik savollar ekan, masalan, shu qora o'nkir deganni tushuntirib qo'ysa degandek. Agar xohlaslar shuni tushuntirib qo'ysalar, agar buni kitobdan o'qib olsin desak, masalan, boshqa savollar qo'ysak-mi bo'ldi bizningki o'zimiz deymiz. Uni ben qisqacha deb beray. Endi hozirgi fanda bayqalgan narsa shu har bir galaksiya, yulduzlar to'pi. Shuniki o'tirsida intayin cho'ng qora o'nkirdan birisi bor. Bu qora o'nkir degan narsa ichi kirgan narsa chiqolmaydigan bir narsa, shuni qora o'nkir deb qolganda, hammasi shumir akitadigan. Ana shumir akitish bir doirasi bor. Shu doiraga kelgan cho'ng kirkitadigan ichiga. Kirkitib shunday turdi. Endi mana shu bir yulduzlar to'pi galaksiyaning galaksiya bo'lib turishida bu qora o'nkirning roli bak cho'ng. Bu bir yadro. Qolgan hammasini o'ziga tortib turgan narsa endi. Endi yaqinda ba'zi galaksiyalarda o bir cho'ng qora o'nkirdan boshqa yana necha kichik qora o'nkirlar bor ekan degan u narsani bayqadi. Uni rasmdan tortib bo'ldi. Qora o'nkir degan ashraf bir narsa endi. Qora o'nkir bor, uni rasmdan tortib bo'ldi. Bizniki işte samoyli galaksiyaniki hozirgidek bir shaklda turishida qora o'nkirning roli shunday cho'ng. Shu o'tirsa bir qora o'nkir bor. Bizning shu samoyli galaksiyada o'tirsa buni aytib cho'ng qora o'nkirdan birisi bor. Demek qora o'nkir bor narsa shu merkez desek bo'ladimi, bo'lmaydi uni shu galaksiyaning markazi. Samoyli galaksiyaniki eng o'tirsida kindigida bir qora o'nkirdan birisi bor. Bir qarindishimiz e'londan asıq bir savol so'rabdi ekan. Bu savolga javob bergandan keyin aslida biz programmani 1 soat degan, ammo bu gaplar nihoyat esil, bek go'zal, ilmli o'tirib chiqyapti. Endi bu aslında televiziya stansiyamiz olgan bo'lsa, sizlar bilan har kun oqshimi bu ilmni 30-40 yillik ilmni so'zlasak bek yaxshi bo'ladi, ammo undaq bir imkonimiz bo'lar inshaalloh. Mush savolga javob bergan programmamizni oyoqlashtirsak deb o'ylayman. Bir qarindishimiz insonlar
Ay şarıga başka planlılık çıkıp devlet kurmakçı dep anlavatımız. Yaponiya başka planlılara çıkıp baktım o. Yaki başka planlılarda rastlan bir devlet kurup yaşaş nimisiga yani Yaponiya depti de bir adam bir devlet Hmm. yaki değil. Bundaq bir şart şarait atıldı degandek bir so'al so'raptı. So'allarim biroz tushunarsiz. O'shanga bir javob bergan bo'lsa. Hozirga qadar yer shardagi insonlarniki berib baqqan yana bir shar faqat oy. Oydan boshqaga berib boqmadi. Endi hozir bir qancha xusus shirkatlar birlashib Mars One deb bir shirkat bor, Gollandiyada u demiş shirkat. U shu 2025-yillari Marsga odamlar chiqmoqchi bo'lyotdi. Ularning planida Marsga odamni olib qo'ydi, ammo yondirib kelmaydi. U yerga bordiganlar o'z ixtiyori bilan tizimlatinglar deb nechining oldida tizimlatganti. Tizimlatib 3 oydak vaqtning ichida bir 500 mingdak odam biz bormiz deb tizimlatdi bunga. Men shu chaqda vatanlik to'rlarimi shu uqtirishni qilib qo'ygan shaga. Qilib qo'ysa 3 tak Uyg'ur inilar bizim benim chiqqim bati men qanday tizimlataman deb hatto Amerikadagi müstəşli yordam qiladigan baldan birini tepib iltimos qilganlarga yordam bersangiz ukam deb u ishlarni qilib qo'ygan. Keyin ba'zilari aka biz pasport ololmaymiz, pasport olmasin bora olamdi deb so'raganlar bor edi. U joyda pasport olmoq bek tasdi. Ashta qilib hozir nurg'a odamlar tizimlatib bu ishidan shu birinchi turkumda Marsga borganlarni bekitib hozir shularni tarbiyalayotdi deb mening farazimcha. Endi ularni Marsga olib borib dastlabda bir 5 tak odammi 10 tak odammi soni bek oz borganlar. Shu yerda bek boqmoqchi bo'lni. İmkan bor uzroq yashashga endi. Bek boqmoqchi, ammo qancha yashalaydi uqmaydi, endi yandirib kelmaydi ularni. Şuna bardagal öz razılığı var. Bu bir sendi. Şuna en dastlabda oydan boshqa bardagal ya hozir Mars endi. En dastlabda 2025-yilda bo'lishi mumkin. Marsning kimi NASA'ning Marsga odam chiqarish plani bor. Bu 2035-yilda bo'lishi mumkin. Dastlab planda 3 odamni chiqib bu yerga 3 oy tug'izib yondirib akilish. Endi sening xabaringlarda bor. Ben şu yazgan asrımı yazıp kıvatımen Mars'a hazır alem uçkurları 10 ayda baralaydı. 10 ayda aram baralaydı yer şartı yolu çıksa. O yerge berip, o yerde 3 ay turup kaytıp kalsa cayimiz 23 ay ketti degen gap. 2 yıl vakit gidiyordu. Anladığın 3 adamını Mars'a apırıp 3 ay bekiş için ketediğen yük, apamız olmayan yük. 60 tondan 90 tonluğa çıktıkken endi. Aşağı yük apamız olmayken. Neymiş kadar ularni oksigen, su, tamaklarda təminimiz olmaydı, öğümüz olmaydı turduğan, uyanın havası pek soğuk. Aşağı kadar bulan islap çıkıp oldu hazır. Hazır NASA şunun için məxsus raketa alam kemisi yaşalavatı hazır. Şu yüklen tuşuydu kanka. Şuna keyinki nişan hem de Mars. Lakin u yerde adamını ulaştırış emez. NASA'nınki məqsədi də sat 3 adamı apırıb 3 ay bek şu yerdə. Bek yandıra kilişəndi. Ondan başqa abət deyəndə bizə ən yaxın planeta bizdən 4,26 nur ili jiratlıqda. Əgər o yıldızğa biz nur tezligida mansaq 4 yılda aram bara alayımız degan gap. Lakin hazırki insanların texnikası da unda tez uçamaydı işlemi. Abətə mən biraz təşrif baxdım. Şu NASA'nınki yasagan alam uçkurlarınınki en uçuş tezligi qanchaq bo'lgan degan narsa. NASA'nınki Juno degan bir alam uçkuru var. Yupiterga borgan. Şu Yupiterga borgan alam uçkuri Yupiterga yaqin kelgan chaqda o Yupiterning tortish kuchi bilan eng yuqori tezligi soatiga 265 ming kilometr bo'libdi ekan. Bir saatga 265 ming kilometr mandigan tezlikda yiqilishib ketgan Yupiterga endi. Nurning tezligi 1 sekundiga 300 ming kilometr mangadi. Demak, shu NASA yasagan hozirga qadar eng tez uchib boqqan olam uçquriniki 1 soatda uçgan tezligi nurning 1 sekund uçgan tezligiga yetmabdi taxi. Şuna nurninki tezligidek uçadigan tezlik uçadigan bir narsa yasashga vaqt bor endi. Aştaq yasagandan keyin o
Tabii bizge en yakın yıldızda adam yaşası bulduğun planeta bağımı bu aniqlanmadı. Endi bizden dastlabda adam yaşayoladigan bir planetani tepish kerak. Topgandan keyin u planetada anakin odamni opag'illamdi, opag'ilsa qanday opirish kerak? Masalan, olam ushqiri 20 yilda 30 yilda bor desa, u 20 yilda 30 yilda shu olam ushqining ichidagi odamlar yeydigan tomoqlarni bir olam kimisi qachlab mandish qiyin u. Aslında bu başka adamlarını bir 20-30 yıl 20-30 yıl xutib qo'ydigan bir texnik kerak onunla beslenge. Texnik nurg'un ishlar bor. Buni bundan keyingi fan texniklarda bayqimiz bo'lmagan nurg'un ishlar bor. Hozir bu quyosh sistemasining sirtidagi Pukuni yulduzning atrofida odamlar yashaydigan bir planeta bor ekan, shu planetaga bir davlat odam chiqarish tayyorlab etibdi degan ish mavjud emas. Eğer bunday gaplar bo'lsa, hamsi kuch paranglari desanlar bo'ladi, deb o'ylashansanglar bo'ladi. Ular dastlab mavjud emas. Yani mesela hazır chet elde nim qilsak, mesela chet eldeki Uyg'urlarni tashkillab baksak, mesela chet elde mi tizimlası ma'qul deb hozir mi tizimlamdi ular osmonga chiqdi. Endi Marsga ketib qaytib kelmasam bo'ldi deganlardan shu chog'da men shu uchurni yozgan vaqtimda chet eldan Uyg'urlar chiqib boqmadi. Vatandan 3 bola chiqqan. Chet eldan chiqib boqmadi. Uni qilolmaydi ekan. Buni qilib boqmoqchilik agar men bir narsa desam, o butlab o'zining xiyoli gibi bo'lib qoldi. Rasmishda bo'ldi deb degila olmaydi. Ya mesela şu tizimli huquqimiz bormi demek çok. Endi halqi Mars 1, Mars 1 degan shirkatga tizimlash vaqti allaqachon o'tib ketdi. Endi lekin sizniki bir olam kimingiz yo'q. Hech qanday bir sharoitingiz yo'q turib qo'yib Marsga chiqadiganlar bormi? Tizimlar desak, u bir chaqchaq bo'ldi ekan. Xiyoli bir narsa bo'lib qolgan gapda. Olur da Allah razı olsun, gayet güzel, yaxshi bir program bo'ldi. Programmani meningki hozircha oyoqlashtug'im kelmadi. Hozir qarindoshlarning soni 60-70 qarindishimiz naq maydonda izlab bir qarindishimiz kirib chiqib qoladi. Menimcha hamda manliki inglizcha disiplin deydi, tuzum bo'yicha ish qilishni tashabbus qilgan bir kishi. Biz buni 1 soat deb e'lon qildik. Misol kechkiroq boshlab hozir ishimizniki bo'shni qatla 2 soat bo'lib qoldi. Motordagi ufqlarning kirayotgan vaqti 1 soatdan eshib ketdi hozir, 1,5 soat bo'lib qoldi. Menimcha bu ufqam bo'ldi qilib, buni patpat qilsak bo'ldi. Masalan, haftada bir qatim, 2 haftada bir qatim qilsak bo'ldi. Lekin har qatim qilgan vaqtimizda biz bir tuzum bo'yicha mansak, mening umidim shu. Bo'ladi inshaalloh. Bugun biroz to'r suritim toz yaxshi bo'lmay ba'zi masalalar ko'rildi. Alloh xolis bundan keyin undan bo'lmas, chunki oldimizdagi oyda men texnik qimmat Gollandiya bo'yicha eng qimmat to'rni setib olmoqchi inshaalloh. Sizning programmalaringizni yoki bizning programmamizni yaxshi qilaman deb inshaalloh. Keyingi programmamizda Alloh xolis undan bo'lmas deb o'ylayman. Bugun andikin klarjilikqa xudoyim bursa masalan bu taraf o'tishi mumkin. Shu o'tib qolsam 1-2 kun uzun programmalarni ishlayiladi bizda. Bo'ldi inshaalloh. Alloh xolisa her zaman o'tgan qitimmo Erkin akamiz Gollandiyaga kelib konferans berib nurg'un qarindoshlarni naq maydondan anglatgan. İnşallah yana bu yil kelar yili kelib yana bir cho'ng bir konferanslarni tashkillab qo'ysak nihoyat yaxshi bo'ladi. To'g'liq Abdurazaq akamiz bilan kelganlar o'tgan qitim kelgan vaqtida. Bizning programmamizni biroz ko'ydi To'g'liq Abdurazaq akamiz. Bu yer shari erkin jumloq da'dida bu elips shakllikda deb yozib qo'yapti. Ya onu hem de santimetre aniqlik bilan hisoblasangiz jumloq emas endi. Onu qanday hisoblaysan degan munosabatlik. Masalan, kilometr to'g'riliq bilan hisoblasangiz o jumloq. Agar metrlarga chiqib qolsangiz biroz suqchaq bo'lishi mumkin endi. Bir tarafı 1 metr uzunroq, yana bir tarafidan degandek. To'g'liqni davat qilish uchun. Bularning hamsi nisbiy. Men kilometr bo'yicha hisoblab dedim. Agar metr bo'yicha santimetr chiqib qolsa, diametri, minus diametri bir necha santimetr uzunroq bo'lib qolishi mumkin. Allah razı olsun. Bugün nəhayət yaxşı bir söhbət oldu.
Allah xohlasa kelar qatimliq suhbat yana ko'rishimiz qarindoshlarimiz bilan birga. Oxirida men sizdan bir narsa so'rab baqsam qanday bo'ladi deb o'yladim. Tuyuqsiz kallam kelib qoldi. Siz hozir shu eng jiroq yulduzlarni ko'radigan bir nima yasayapman, ya'ni shu yasashga qatnashyapman deylar. Masalan, shunday bir teleskoplarni, cho'ng teleskoplarni yasab, shuningda xizmat ko'rsatsalar, masalan, nurg'un qatim xizmat ko'rsatib, medallarni, mau nimalarni, lavhalarni, taqdirnomalarni oliblar. Masalan, shunday bir cho'ngroq bir teleskop yasab qolib qolsalar, shuningga bizning vatanning Sharq Turkiston va yoki bizning vatanimizningki yoki bizning millatimizning ismi bo'lgan Uyg'ur degandek nomlarni talab qilsa, shuni hukumatdan bir tasdiqlaydigan ishlar bo'lamdi yoki unday bo'lmaydi? Ya uniki hamda masalan hozir bu Hubble teleskopi deymiz. Andikin Spitzer teleskopi deymiz. Mushtasab odamning ismi. Hubble degan odamning ismi, Spitzer degan odamning ismi. Hubble degan odam bu teleskopni olam bo'shlig'iga chiqishdan burun shu yer sharininki yuzida bir teleskopniki loyisi o'tirib qo'yganmi, ismi qolmabdi. Ayta bir cho'ng ijodiyat bor. Bu odamlar burun yashagan odamlar. Bu 1800-yillar yashagan odamlar. Mas Spitzer degan odam kechiring. Bu Spitzer degan odam tunji qitim teleskopni olam bo'shlig'iga chiqish taklifini o'tirib qo'ygan odam masalanki. Teleskopni yer sharining ustida ishlatmay, olam bo'shlig'iga chiqib turib koinotni kuzatsa, uniki unumi natijasi yaxshi bo'ldi degan fikrni o'tirib qo'ygan odam. U odam ayni vaqtda shu Kaliforniya texnologiya institutida professor bo'lgan odam. Bu teleskopni ismini odamni qo'yib qo'ygan. Endi boshqa ishlar bor. Buningda nayt bir dunyoviy xarakterlik, nayt cho'ng ahamiyatga bir narsani o'tirib qo'ygan odamlarning ismi ishlatiladi. Uningdan boshqa yulduz bayqaydiganlar bor. Burun hech kim bayqamagan yulduzni birisi bayqagan bo'lsa, u yulduzga shu odamning ismini qo'yib qo'ydi. Bu bir xil an'ana, astronomiya sohasida. Aşağı işlem bu. Endi mening hozir qilayotgan ishim biz qandaqdir bir nayt bir eng dastlabki bayqash mandaq nuqtalarda emas bizim qilayotgan ishimiz endi. Biz mandaq bir narsani yasayli deb uniki ko'rsatkichlar bor. Cho'ng'imanchiq bo'lsin. Masalan, eng dastlabida agar bir teleskop loyilamoqchi bo'lsak, albatta ba'zi ukulay yozibdim Facebook'ga. Teleskopniki aynigi qancha cho'ng bo'lsa, shuni jiroqni ko'ra oladi ekan deb. Aslida fizik jihatdan undaq emas. Aynigi qancha cho'ng bo'lsa, shuncha kichik narsani ko'rgan bo'ldi. Kichik narsani ko'rgan bo'ldi. Farq etish iqtidori shuncha yuqori bo'ldi. Lekin puli shuning bilan o'xshash nisbatda cho'ngib mangadi. Masalan, cho'ng ayniga 2 metr keladigan teleskopga 2 milliard dollar ketgan bo'lsa, 3 metr keladigan teleskopga 4 milliard dollar pul ketadi. Bularga chiqim asta cho'ngib mangadi. Asta boshqa biz oldindan nimani ko'ramiz degan narsani bekitib etib, bu narsani ko'rishga qanchalik cho'nglikda teleskop yasasak bo'ldi deb uni hisob chiqarib etib, undan keyin buniki aşık pul iliştikdə ümid bormi yo'qmi, NASA pul beramdi deb başta amillar bor endi. Aşbuncha bo'ladi bu. Shunga hozir men yaqinda bir proyekt kirdim, yangi bir proyektga, uniki bir yangi teleskop loyihaladigan ishga. Uni bir nechimiz qilyapmiz. Bu da eng dastlabki bosqichda. Unga masalan hozircha mening tushunishimcha bir 200 ming dollarmi pul berildi unga. Onun iş gücü adam en dastlabki loyihalarni yasab, tuzib chiqib, hisoblab bo'ldigan deb uningdagi jaroq pul talab qilganga ashta qilyapmiz. Bu ish mana mang'udu endi. Mang'udu kim buni bu NASA'dagi ishlarniki bu dastlabki loyiha, andiki tadqiqot bosqichi, taraqqiyot bosqichi, andiki mission deydi. Mission degan vaqtida bu bir çoğun kuruluş basışı bu nayeti cık vakit gidiyordu bunun 10-20 yıl. Andaki uçakta işleydiganlar neçe yüz, neçe ming bo'lib ketib qoladi. Şuna unda fırsatlar bormi desangiz bor, lekin bak şuna emas endi. Men hozir deydigan narsamiz. Allah razı olsun. Unda bo'lsa eng oxirdagi boshqa gap so'zlar bo'lib qolsa, qarindoshlar so'zlar bo'lib qolsa, shuni
alaylı. Ondan keyin programmani oyoqlashtirsak boshqa gap so'z yo'q. Bizlarning boshqa qarindoshlar deydigan gap so'zlar bormi? Yo'q, ishqilib men amallarning xabarida bor. Endi hozir vatanda olib kelib yashayapmiz. Menikasida burun planim bo'yicha bo'lganda mana shu xizmatdan sal baldiroq to'xtab vatanga berib shu yerda o'zimizniki yoshlarni tarbiyalab ashtaqa o'tamiz deb o'ylagan burun. Maaş emisimi mayli deb, maaş emisimi masalan Şinjan Üniversitesiga qaytib o'sha yerda bir professor bo'lib bir mezgil ishlasam degan orzum bor edi. Bu ishlar Allah razı olsun. Keyinda yo'q. Bo'ldi, Allah razı olsun. Programmamız nəhayət yaxşı davamlaşıyotqan ama vatanimizga hammaylar xuddi sizdek sig'inib maqsadimizga yana yetolmayapmiz. Minglarcha, 10 minglarcha, balki 100 minglarcha inson. Undaqda Endi hozir davolay ish qilib mushlik ishni qilalig'imga ko'p xo'sh. Sizniki mush fursatni yaratib berganingizga ko'pdan ko'p rahmat ukam. Allah razı olsun. Sıldım Allah razı olsun bu hizmet kılmen davatkan doktorlar, ziyaliler bek az buluvatıdı. Ben muş münasibetle bütün dünyadaki doktor, ziyali alimlara böyle çakırıktı bulup bunun dinkin sözümü tüketsem hazır 7-8 tane doktor ile köreştim. Bizim bu programı yakın kilovatkallı intayın az buluvatıdı. Köpinçiler hizmet kılışını halımavatıdı. Nimişlan oyladıdı onu bilmeyme. Allah şu doktorlarımızga, şu profesörlerimizga, şu alimlerimizga insaf versin inşallah. Meyli dini okuyan alimlik olsun, meyli fenni okuyan alimlik olsun. Bundan başka bir kardeşimiz yazıptken, ben şunu sizge dep koysam, bu şivisigim kelgen bolsa, Erkin hakimizin şivisigimi kelse, Gollandiya kelgedim şivisigim kilip ötep kessin diye. Buludu ukam rahmat. Bu ikisi ağırlığı yıkan boğandakin, benim şivisiga bir beriş planım var, tekçi berip bakmadım. Xudoyim bursa kelarchilikka berib qolsam, u yerga vaqt chiqarib bir necha kun mesela berib aynib kelay. Uni maslahatlashaylik shu chog'da. İnşallah. Programning oyog'ida biroz sizni uzib qo'ydik, shunda bo'lsinmi? Alloh rozi bo'lsin. Sizdan rozi bo'lsin ukam, ko'p xizmat qilyapsiz, japa chekyapsiz. Vatanni qanchalik sig'inganligimni men bugun bek ajoyib bir his qildim. Vatanga bo'lgan muhabbatlarning qanchalik chunqurligini bek his qildim. Allah razı olsun. Allah ilimlerini takım ziyade kılsın. Yani bir kıtımlık programda inşallah karındaşlar bilen görüşelim. Rahmet ukam. Mavu karındaşlar emmang da Allah razı olsun. Biz hazır programını takayımız. Ma programını kılış bek tez küçüdü. Erkin akam bilen biz hafta 10 günle paranlaşımız, meslehatlişimiz, neç kıtım tordu sınayımız, saymallarımız bek ilgar bulmagan diken. Muşu bir programmani qilishga jiq ajr so'ndiramiz. Shuning uchun men hambarlash ko'nikmasini besishga 1 minut 1 sekund vaqt ketdi. Hozirgacha men qarab turdim, hambarlagan qarindishimizning soni 10 ga yetdi. Ammo bu yerga kirganlarning soni hozir 1 ming ga yetdi. Ammo hambarlaganlar balki 10-15 chiqyapti. Bunda qilmaylik qarindoshlar. Bir-birimizni desteklaylik. Avval biz bu musulmonlik da'vosi qilayotganlar bir inson oldiga chiqib xizmat qilayotgan shunday olimlarimizni akalarımız, doktorlarımızın destekleş için ma programını dünyaya taqilish için emberleş konukisini basaylı 1 sekund vaktimiz gidiyor. Bu arkalık bir ilimni dünyaya yaygan bolumuz. Hakiki biz birbirimizni kollayımız diyen sözümüzge emel kıygan bolumuz. Hemmaldan Allah razı olsun. Yeni bir kıtımlık programı görüşeyle. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.